Bugun o'simliklar uchun o'g'it sifatida ishlatiladigan ammoniy molibdat va natriy molibdat o'rtasidagi farqlarni aytib o'tamiz. Har ikkala o'g'it ham o'simliklar uchun muhim bo'lgan molibden mikroelementining manbai hisoblanadi. Molibden azot almashinuvida va dukkakli ekinlarda azot fiksatsiya qilish jarayonini kuchaytiradi. Agar molibden mikroelementi yetishmasa, o'simlik o'sishi sekinlashadi va azot yetishmovchiligi belgilari paydo bo'ladi. Natriy molibdat o'g'it sifatida juda ko'p qo'llaniladi, suvda yaxshi eriydi va o'simlik ildizlari oson o'zlashtiradi. Uni tuproqqa berish, urug'ni ekishdan oldin ishlov berish va barg orqali qo'llash tavsiya etiladi. Natriy o'simliklarga juda kam miqdorda kerakli bo'lib, me'yordan oshirmaslik talab etiladi. Natriy molibdat donli ekinlar, sabzavotlar, dukkakli ekinlar va boshqa ko'pgina ekinlar uchun samarali natija beradi. Ammoniy molibdat ham molibden o'g'it sifatida qo'llaniladi, ammo dala ekinlari uchun kamroq foydalaniladi. Sababi ammoniy molibdat yerdagi kislotalilik miqdorini oshirishi mumkin. Shuning uchun bu o'g'it turini barg orqali qo'llash tavsiya etiladi. Faqat barg orqali qo'llash har doim ham qulay bo'lmaganligi sababli bu o'g'it turi kamroq foydalaniladi. Agar sizni yeringizdagi tuproq ishqorli bo'lsa, ammoniy molibdat ishlatish tavsiya etiladi. Agar sizni yeringiz kislotali bo'lsa, natriy molibdat o'g'itini ishlatish tavsiya etiladi. Ushbu video bo'yicha qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, Telegram sahifamizda maslahat guruhimiz bor. Ushbu guruhda agronomlardan qo'shimcha savollarga javob olishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.